O'ta qattiq tartibda qo'riqlanadigan Eron oliy rahbari Ali Xomenei qanday yo'q qilingani ma'lum bo'ldi. Financial Times'ning yozishicha, Eronga qarshi amaliyotga bir necha oy davomida tayyorgarlik ko'rilgan. Uni o'tkazish sanasi va nishonlar esa Amerika va Isroil razvedkasi ma'lumotlariga asoslangan holda belgilangan. Ta'kidlanishicha, Isroil razvedkasi josuslari Tehrondagi yo'l kameralarini buzib kirgan va ularni yillar davomida kuzatgan. Xususan, kameralardan birining ko'rish burchagi Ali Xomeneining qarorgohi atrofidagi turargohda qo'riqchilar o'z avtomobillarini qanday joylashtirishini kuzatishga imkon bergan. Bu orqali Isroil maxsus xizmatlari yopiq va ehtiyotkorlik bilan qo'riqlanadigan kompleksdagi kun tartibi haqida bilib olishgan. Shuningdek, Isroil razvedkasi kameralar orqali olingan ma'lumotlarni mobil telefon tarmoqlaridagi ma'lumotlar bilan solishtirib, Eron rahbarlari tadbirlari jadvalini ham bilib olishgan. Olingan ma'lumotlarning barchasi Xomeneini 28 fevral kuni yuqori martabali amaldorlar bilan uchrashishini ko'rsatgan. Oliy rahbarni yo'q qilishga tayyorgarlik chog'ida isroilliklar yaqin atrofdagi 10 dan ortiq mobil aloqa minorasining alohida qismlarini ishdan chiqargan. Bu esa hujum kuni qo'ng'iroq qilinganda go'yoki telefonlar bandek ko'rsatilgan. Shu sababli ehtimoliy xavf haqidagi ogohlantirishlar Eron qo'riqlash xizmatiga yetib bormagan.